men o'sha Shadow. Bugungi videoda biz cheksizli aslihalarni ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Bizning maqsadimiz Ender Drakonni o'ldirish. Mana shunaqa aslihalarimiz bor va bular cheksizlik aslihalari. Bunaqa video biz endi chiqaramiz. Cheksizlik aslihalari. Bu juda kuchli mod. Buni hamma bilsa kerak. Cheksizlik aslihalari eng kuchli moddan biri. Va men shu modni bugun ko'rib o'taman. Va bu dahshatli darajada kuchli Ender Drakonni 5 ta qismdan iborat bo'lgan videomiz. Va mana hozir bu cheksizlik aslihasi. Men buni million marta aytaman. Bu rudalar. Va bundan qo'yaman va almashtiramiz va ketdik. Hozir biz temir kavlashimiz kerak. Ketdik. Va konga sakradik. Konga sakradik. Va temir, va ana temir. Va yana temir. Voy, bundan ko'p tushibdi. Hozir temir.